Bugun dolzarb 90 kunlik doirasida seminarning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlariga bo'lib o'tadi. Qani marhamat, jarayonni kuzatishda davom etamiz. Ustoz 90 kunlikni tashkil qilish to'g'risida suhbatlashamiz. Demak, to'g'risidagi ma'lumotlarni hamkasbimiz Farhod Muzeyev beradilar. Undan keyingi mavzumiz esa kasbiy rivojlanish kunlari va kasbiy rivojlanish soatlarini mana shu hozir yakunlagan o'quv yilimizda qanday kechdi, mana shuning tahlili bo'yicha gaplashamiz. Viloyat bo'yicha hamda bizning tumanimiz bo'yicha bo'lgan jarayonlarning tahlilini hamkasbimiz Nozim Qurbek tomonidan eshitamiz. Demak, keyingisi chet tillari bo'yicha to'garaklar tashkil qilish. Bilasiz, hozir eng katta urg'uni qaysi tilga qaratyapmiz? Ingliz tiliga. Kasbiy rivojlantirish kunlari Bizning asosiy vazifamiz o'sha darslarning o'tilishini nazorat qilish, o'tkazishga shart-sharoitlarni yaratib berish maktabda va darslarga sababsiz, ya'ni uzursiz. Bu seminar prezidentimizning 5 may o'tkazgan selektorlari davomida aytib o'tgan o'sha dolzarb 90 kun loyihasi asosida ularga pedagogik yordam, ya'ni o'sha loyihalarni o'tkazishda, tadbirlarni o'tkazishda juda katta motivatsiya olishdi. Bugun o'zlariga kerak bo'lgan turli savollar orqali bugun o'sha xodimlar bilan juda katta o'zlariga kerak bo'lgan yo'nalishlarda so'z yuritildi. Iyun oyini boshlandi va sizga qo'yish qaysi to'garak, qaysi hammasini rejalashtirib olgansiz. Shunga qarab bor, oldin 2-3 marta bu haqda seminarlar qilganmiz va ko'pchilik esdan chiqarib olgan bo'lishi mumkin. Bitta takrorlash bo'ladi bu. Chunki kasbiy rivojlantirish kunlari o'zi 2 kun. Hafta kasbiy rivojlantirish soating bor. Kel, nomli xonada tashkillashtir. Qani nechta o'quvchi keldi, davomatini ol. Demak, ingliz tilidan 5 ta o'quvchimiz, 5ovini ham o'sha yerda tashkil etishiga, har qanday texnik bazasini ta'minlashiga savol bermoqchiman. Kasbiy rivojlanish soatlarida shakllantirildik. Soatlarni maktablaringizda qanday o'tkazgansiz? Shuni savolga javob bera olasizmi? Juma kuni xorij tillar bo'ldi, ingliz tilidan, shanba kuni soat. Bugun Jomboy tumanidagi 40-ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktabida tumandagi barcha maktablarning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari hamda ma'naviyat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlariga o'quv seminari bo'lib o'tdi. Ushbu seminarda viloyatning pedagogik mahorat markazi metodistlari ishtirok etib, tumandagi barcha pedagoglarga yozgi ta'tilni qanday tashkil etish, ushbu ta'tilda tashkillashtiriladigan to'garaklarning ishlari bo'yicha tushunchalar va ma'lumotlar berib o'tildi. Dolzarb 90 kunlikni tashkil qilish to'g'risidagi metodik yordamlar berildi. Shuningdek, o'quv yili davomida kasbiy rivojlanish kunlari va kasbiy rivojlanish soatlarining tahlillari olib borilib, kelgusi o'quv yilida ushbu tadbirlarni qanday tashkil etish to'g'risida tushunchalar berib o'tildi. O'ylaymizki, bugungi seminarimiz barcha ustozlar uchun o'z samarasini beradi.